Assalomu alaykum. Sizlar bilan Faberli kompaniyasiga qanday kirganim va qanday ish boshlaganim haqida gaplashamiz. Bundan 2 yil oldin qizalog'im Sadiya begim 8 oylik edi va men judayam kosmetikaga Assalomu alaykum. Sizlar bilan Faberli kompaniyasiga qanday kirganim va qanday ish boshlaganim haqida gaplashamiz. Bundan 2 yil oldin qizalog'im Sadiya begim 8 oylik edi va men judayam kosmetika sotishga, biznes yo'nalishiga judayam qiziqqan paytim edi. Farzandli bo'lgandan so'ng dunyoqarash o'zgarar ekan. O'zi uchun emas, ko'proq farzandini o'ylab va ko'proq yanayam yorqinroq fikrlar, yanayam yorqinroq maqsadlar kelar ekan va o'sha paytda ro'yxatdan o'tdim. Faberlik mahsulotlarini foydalanganman, sifatini ko'rganman va o'sha paytda ro'yxatdan o'tib birinchi zakaslarim urganman. Birinchi zakaslarim o'zim uchun emas, faqat sotish uchun bo'lgan. Hozirgi paytda mana ko'rib turibsizlar, 23% direktorman va komandam a'zolari bor. Barcha viloyatlardan komandam a'zolari bilan birgalikda onlayn tarzda ishlayman. O'sha paytda bir dona Faberlik kremini o'zim uchun olsammikin yoki sotsammikin deb o'ylanib yurgan Ziyoda hozirgi paytda bemalol Faberlik mahsulotlaridan zakaz uryapti va mazza qilib foydalanyapti. Ko'rib turganinglardek, sizlar ham boshlasanglar, sizlar ham rivojlansanglar, Faberlik mahsulotlaridan 100% mazza qilib foydalanasizlar va har 21 kunda oyliklarini olasizlar va chet el sayohatlari, ish staji, qonuniy ish va oyliklar, barcha imkoniyatlar mana shu Faberlik kompaniyasida bor. Hozir ko'rib turgan kosmetikalaringlar barchasi Faberlik bilan, Faberlik kosmetikalari mazza qilib foydalanyapman hozirgi